Assalomu hammalarga, ismim Oygul Fayzullayevnaman, Navoiy shahrida turaman. Reanimatsiya bo'limida hamshira bo'lib ishlayman. Bu mahsulotlarni tanishib, o'zimga oldim, chunki o'zim meditsina xodimi bo'lganim bilan o'zimdagi holatlarni o'zim yaxshi biladim. Nima deganda, mana biz 12 soat 2 oydoshi ishlaymiz-da, ishdan keyin har doim oyog'imga vanna qilardim, mazla surtardim, belim bilan oyog'imni og'riga chidab bo'lmasdi-da. Yig'lab qaytardim og'riq kuchliligidan. Bu mahsulotlarni beshalasini ham ichyapman. O'zim, qizim, o'g'lim uchalamiz hammasini ichyapmiz 1 oy mobaynida. Birinchi eng yaxshi sezgan rezultatim bir haftaning ichida men kechqurun uxlab bilmasdim. Chunki chanoq suyagimda kuchli og'riq bor edi. U uyqu bermagan hech qachon. Mana shu bir haftaning ichiga chanoq suyagida og'rig'i menda yo'q. Maşallah. Bu eng katta rezultatim. Keyin hech qachon ham bo'lib, pastda ham bo'lib tushgan narsani ola olmasdim. O'rnimdan turish uchun bunday qilib robotga o'xshab turardim. Belimdagi og'riqlar ketdi, oyog'imdagi, bo'g'imdagi og'riqlarim umuman ketdi. Yana analizlarni topshirganimda hech qachon menda soya normalda chiqmagan. Qonim har doim quyuq bo'lgan. Gemoglobin doim past bo'lgan. Biz endi har 6 oyda analiz topshiramiz. 100% analizlarim udar chiqqan. 100%. Bir oyga bo'lgan. Bir oyning ichida juda ham zo'r rezultatlar oldim. Yana bir narsa aytaman, ko'ryapsizlar, semizroqman. Anchaga ozidi. Hamma ham keyin yeydigan ovqatimni me'yorini his qilyapman. To'yishimni bilyapman-da. Yarimlarga kelganda уже ketmay qoladi. O'zimni уже sezaman. Bu yaxshi rezultatim. Keyin ijroga juda ko'p bo'lardim. Dori ichmasam to'xtamas edi. Hozir ham ba'zida bo'lib qoladi, chunki biz me'yorsiz ovqatlanamiz ishimiz tufayli. 1-2 stakan suv ichgan bilan o'zi o'tib ketadi. Hatto mahsulot qabul qilishgacha ulgurmayman-da. O'zi o'tadi. Endi aytaversam rezultatlarim juda ham ko'p. Endi bu